Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Sizlar bilan bugun Umra safari haqida gaplashamiz. Juda ham zo'r chegirmalarimiz bor. Videoda oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, sizlarga shular haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Xo'p, Umra safarimiz boshidan boshlasak, 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. O'zimizni o'zbek povur akalarimiz xizmatda turishadi. Xo'p, sayohatlarimiz Madinada payg'ambarimiz ravzalarga ziyorat qilgan birinchi bo'lib, Qur'on bosmaxonasi, Xurmo bog'i, Makkada Toif shahri va Qizil dengiz sayohatlarimiz bor. Bundan tashqari Muzdalifa, Hiro g'ori, Qubo masjidi, shunga o'xshash sayohat, ziyorat ibodatlarimiz bor. Bularni mutaxassis ilmiy boshlarimiz birgalikda qilishadi sizlar bilan. Hammasini yo'l-yo'riq ko'rsatib, o'rgatib, tushuntirib, hammasiga o'rgatishadi. Xo'p, eng yaqin sanalarimiz hozirgi kunda, xo'p, 29-noyabr kuni Toshkent Madina premyer reysimiz bor. 30-noyabr kuni Farg'ona Madina reyslarimiz bor. Bemalol telefon qilaverasizlar. Xo'p, bularning narxini $975 dan qilib beramiz. Noyabr oyinikini. Xo'p, endi dekabrga 1-dekabr kuni Toshkent Madina yo'nalishlarimiz bor. 2-3-noyabr kunlari Farg'ona Madina yo'nalishlarimiz bor. Bundan tashqari, xo'p, 3, 10, 17, 24, 31-dekabr kunlari Farg'ona Madina premyer reyslarimiz bor. Bundan tashqari Namangandan bir hafta bir marta reysimiz bor, Toshkentdan kunora reyslarimiz bor. Ekrandagi nomerga aloqa chiqaverasizlar, joylarni bron qilishga yordam beramiz. Xo'p, to'lovlarimizga keladigan bo'lsak, Telegramdan bizga aloqa chiqsalaring, bank shot raqam tashab beramiz. Eng yaqin bankka borib to'lov qilib berasizlar. Bizga cheki bilan zagran pasportlaring rasmga olib tashab bersalaring, joylarni bron qilib beramiz. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bemalol borib ibodatlar qilib kelsalaring bo'ladi. Xo'p, firmamiz tomonidan bepul beriladigan sovg'alarimiz bor. Bular bitta o'sha to'lov evaziga bejik beriladi. Har bitta ziyoratchimizga bittadan bejik beriladi. Bu o'sha Centrum Holidays logotipimiz bor. Bunaqa yostiqchamiz beriladi. Bu yostiqchamiz o'rtacha agar siz aeroportdan olmoqchi bo'lsangiz 150-200 ming so'm atrofida bo'ladi. Buni sizlarga bepulga beramiz. Har bitta ziyoratchimizga bundan tashqari so'mka beriladi, dokumentlar, mana shu narsalar kerakli, zaruriyat bo'lgan narsalarni sovg'a qilsalaring bo'ladi. Bular hammasi bepul bo'ladi. Kamzilcha beramiz. Mana shu kamzilcha, mana shu formalardan sizlarda o'sha 50 boshlar topib, misol mabodo endi har xil vaziyat albatta ketib qolsalaring, topolmay qolsa, mana shu formadan topib olsa bo'ladi, topib oladi sizlar 50 boshlar. Xo'p, agar yosh katta otaxon onaxonlarimiz bo'lishadigan bo'lsa oramizda, oyoqlari og'rib yurishga qiynalishadigan bo'lsa, misol uchun Farg'onadan uchadigan bo'lsalaring, Farg'onadan aravacha olib ketsalaring bo'ladi. Samolyot hech qanaqa kiloga pul olmaydi, ortiqcha to'lov qilinmaydi. O'sha bitta to'lov evaziga bemalol borib kelsalaring bo'ladi. Agar sizlar atdan olsalaring bo'ladi, unda ham 14 kunga bepulga sizlarga o'sha aravachalar beriladi. Bemalol o'sha otaxon onaxonlarda ibodat qildirib kelsalaring bo'ladi. Xo'p, yana bitta ключевой tarafimiz bizni Toif shahriga borib kelingandan keyin Makkadan chiqib bir marta o'sha umra amali qilinadi. Keyin Toif shahriga chiqib kelinadi, ziyorat qilib kelingandan keyin yana ehrom baylab ikkinchi marta umra amalini qilib olsalaring bo'ladi. O'sha bitta to'lov evaziga ikkita umra amal qilib olsalaring bo'ladi. Bu o'sha bizning ключевой taraflarimizdan biri. Juda ham kerakli, foydali menimcha bo'ldi bu videomiz. Mabodo kamko'stlar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyga yozib ketasizlar. Keyingi videolarda to'g'rilashga harakat qilamiz. Litsenziyamiz bor. O'tgan yil mashq yili aprelda olingan. N0014 bemalol MyGovdan tekshirsalaring bo'ladi, chiqadi, hamma joyda bor. Xo'p, menimcha to'liq ma'lumot berdim deb o'ylayman. Kamko'sti bo'lsa yozib ketasizlar. Bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, like bosing, kommentar fikringizni yozib keting. Qarindosh urug', tanish bilish, hamma jamiki bor gruppalarga tashab qo'yinglar. Yana ko'rishguncha sog' bo'linglar.